voqea London shahrida bo'lgan. O't o'chiruvchilardan birining katta iti bo'lib, uni Bob deb chaqirishar edi. Bob yong'in bo'layotgan joyga kirib, o't ichida qolib ketgan kichkina bolalarni qutqarishga o'rgatilgan edi. Bir kuni Bob va o't o'chiruvchilar yonayotgan uy oldiga kelishdi. Uy alanga ichida qolgan. Atrofda odamlar to'plangan edi. Odamlar ichida bir ayol uy ichida 2 yashar qizchasi qolib ketganini aytib qattiq yig'lardi. O't o'chiruvchilar Bobni uy ichiga yuborishdi. Bob alanga ichiga kirib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Birozdan keyin kichkina qizchani ko'ylagidan tishlab olib chiqdi. Onasi qizini ko'rib juda sevindi. Bobni bag'riga bosib boshini siladi. Lekin Bob yana uy ichiga intilar edi. Yonayotgan uyda yana kimdir bor bo'lsa kerak deb o'ylab, Bobni qo'yib yuborishdi. Bob bir zumda olov ichiga yo'qoldi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Hamma nafasini yutib Bobni kutar edi. Shu payt olov ichidan Bob otilib chiqdi. Yana bir qizchani ko'ylagidan tishlab olib kelar edi. Hamma bolani olish uchun unga intildi. Bob yaqinlashganda qarashsa, u bola deb olib chiqqan narsa kattagina qo'g'irchoq ekan. Hamma kulib yubordi. Bob esa o'zining qilgan ishidan mamnun bo'lib odamlarga qarab turardi.